Arızalar yozib olyapsizlarmi? Sizlarga telefon bo'ladi. 420 da bo'ladi. Qanday telefoningiz ishlamaydi bu? Kim qizdiga oldi? Hozir bir joyda bittasi aka navbatchilik grafigi qachon yangilaysizlar? Motokanalga zaifga berdilaringizmi? Qani bajarilgan, bajarilmagan. Tahlillar bor, ha? Kuraklar. Yo, ishlayapti. Hop, ishlaysiz. Qani kimga telefon qiladi? Nima bo'ladi? Dispetcher raqami qayerga? Диспетчер ракамы у нас еще телефон не провели. А так у меня мой телефон диспетчерский там висит. С той стороны. Насос у меня есть. Пила есть. Болгарка есть. Лампа есть. Ormayli. Смотрите, какой пыльный он, грязный вообще. Вы ответственны за подвал. Вы должны отвечать за подвал. И tuz sepilmagan. Tuz qum aka podъездlar oldida bo'lish kerak saqilchida. Ushbu nazorat tadbirlari jarayonida Sug'diyona massividagi Tartus 3-7 boshqarish organi tekshirilganda, nazorat tadbiri o'tkazilganda ushbu boshqarish organi tomonidan 24/7 avariya dispetcherlik xizmati tashkil etilmaganligi, fuqarolar tomonidan kelib tushgan murojaatlarni to'g'ri yuritilmayotganligi, bundan tashqari zaxiralar kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish jarayonida zaxiralar to'g'ri tashkil etilmaganligi, qum-tuz aralashmasi bilan hududdagi ko'p qavatli uylarning oldi qismida va ko'chalarida sepilmaganligi va qorlardan tozalanmaganligi aniqlandi. Aniqlangan kamchiliklar yuzasidan boshqarish organiga nisbatan tegishli choralar ko'riladi.